Hop, demak, hurmatli o'quvchilar, bizani navbatdagi sizlar bilan ko'rib chiqadigan a'zoyimiz bu yog'ochcha, ya'ni ovqat hazm qilish qismini, demak, yakunlanish sohasi desak ham bo'ladi. Demak, yog'ochcha lotinchasiga nima deyiladi? Ingliziyada intestinum crassum, intestinum crassum deb nomlanadi. Endi yo'g'on ichakda bizni bilishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu qanday qismlardan iboratlik. Demak, yo'g'on ichakni biz shartli ravishda bir nechta qismga bo'lamiz. Birinchisi bu demak bevosita boyagi yonbosh ichakka tugashi va yo'g'on ichakka boshlanish sohasi. Buni biz nima deyotganmiz? Demak, ko'r ichak sohasi. Keyin o'tiring. Ko'r ichak sohasi. Tsekkum deyiladi. Kaykum yoziladi. Tsekkum o'qiladi. Demak, tsekkum. Undan keyin bizda nima bo'lyapti? Mana ichak nima qilyapti? Ko'tarilyapti. Tepaga ko'tarilyapti. Demak, bu ichagimizning nomi, yo'g'on ichak keyingi qismining nomi bu ko'tariluvchi chambar ichak. Keyingi qismimiz bu qanaqa qism ekan? Bu yondan. Demak, qanaqa turibdi bu? Ko'ndalang. Ko'ndalang. O'tgan safar biz gorizontal dedik yoki uni sinonimini transversal. Shuning uchun ham buni nomi kolon transversum. Bu ko'tarilgandan keyin kolon nima bo'ladi? Kolon ascendens. Ko'r ichak, ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak, endi nima qilyapti? Pastga tushyapti. Demak, buni nomi nima bo'ladi? Kolon descendens yoki tushuvchi chambar ichak. Mana shu ko'tariluvchi, ko'ndalang va tushuvchini biz birgalikda mana ko'rgan bo'lsanglar, chambar ichak nomlaymiz. Ruschasiga ободок deydi. Vaqt qizlar taqaning ободок bor-ku. Xuddi shunaqa buni ko'tariluvchi qismi bor, ko'ndalang qismi bor va tushuvchi qismi bor. Yoki futbolni varotaga ham o'xshatsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Varotada ham shunaqa varotada. Keyingisi buni bir xil aytadi, S-simon ichak deydi. S harfiga o'xshaydi. Yoki lotincha mana sigma harfi bor. Bilasizlarmi sigmani? Bilasizlar, faqat sigma bo'yidan bilasizlar, to'g'rimi? Endi shuni yo'nalishini mana eslatganim uchun nima bo'lyapti buni nomi? Sigma simon ichak. Kolon sigmoidem. Va oxirgisi bizda qanaqa yo'nalyapti mana? To'g'ri yo'nalyapti va mana shu to'g'ri ichakning nomini biz nima deymiz? Rektum deb ataymiz. Demak, biz nima qismini farqladik? Ko'r ichak. Nimaga ko'r ichak? Chunki bunaqasiga hech narsa yo'q-ku. U ko'r teshikni ham bir misol qilib keltirdim. Ya'ni teshik bo'lgandan keyin ikkinchi tomonini biz ko'ra olamiz. Agarda buni bekik bo'lsa, nima bo'ladi? Demak, bu ko'r teshik nomlanadi. Tilda aytgan edik. Esingizda bo'lsa, to'g'rimi? Yana qayerda bor edi? Peshana suyagiga bor. Endi bu ham nima? Mana ichak, faqat bir yoq tomoni berk, tupik. Shuning uchun ham buni nomini nima deyishyapti? Ko'r ichak. Agarda bu mana bundoq bo'lganda, bu ko'r ichak bo'lmasdi. Ya'ni ikki yoq tomoni teshik bo'lganda. Bir yoq tomoni mana yopiq bo'lgani uchun, bir yoq tomoni yopiq bo'lgani uchun buni nomi nima deyilyapti? Ko'r ichak nomlanadi. Keyingisi ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak, tushuvchi, keyin mana sigma va to'g'ri ichak, rektum. Tushunarli? Qismlarni bilib oldinglar? Ajoyib. Endi bu mana qorin bo'shlig'ida joylashishini ko'rsangiz, demak, qorin bo'shlig'ida nima qilyapti? Bu joylashadi. Kirib endi qo'ydim faqat. Demak, buni yondosh a'zolarini ko'rsanglar, demak, asosan bu nima bilan tegib turibdi? Qorinni devor bilan tutash bo'lib turibdi, to'g'rimi? Tepadan bunga nima tegyapti? Oshqozon. Nima yana tegyapti? 12 barmoqli ichak. Oshqozon osti bezi. O'ng taraf bu yoqda nima joylashadi? Nima tegib turishi mumkin? Jigar tegishi mumkin. Chap tarafdan nima tegishi mumkin? O'tqoq. Chap tarafda. Yo'q. O'tqoqda jigar tarafda bo'ladi. Bu yoq tarafda nima? Qora taloq. Taloq joylashgan bo'ladi. Bu a'zolarga nisbatan joylashuv. Demak, yo'g'on ichakka uzunligini oladigan bo'lsak, taxminan 1-1,5 metrga teng. Bundoq qadam tashlasanglar, tasavvur qiling, bizning qornimizning ichida 1 metrga yaqin nima joylashyapti? Ichak 1,5 metrlik ichak. U ingichka ichakni ko'rsangiz undan ham to'g'rimi? Uzun. 7 metr, 5-6 metr turli xil adabiyotlarda beriladi. Endi u
insonni demak bo'yiga, tipajiga qarab turib o'zgarib turadi, ko'rsatish. Shuning uchun ham bu yerda 1-1,5 metr. Bu ham o'rtacha raqam nima qilingan, olingan. Va kengligini oladigan bo'lsak, bizda ichak sigmasimon ichak sohada keng bo'ladi. Shu 6-7 sm. Tushuvchi chambar ichak sohasiga kelganda bu 4 sm ga deyarli 2 barobar nima qilyapti, boyagi ichakka qalinligi kamayib boryapti. Tushuntiribmi? Kerak. Endi bu yerda nima rasm keltiryapman? Bu demak rasmdagi tuzilmalar yo'g'on ichakka ingichka ichakdan farqlaydigan qismlar. Ya'ni nimaga kerak desa, mana operatsiya qilayotgan paytda u bizga mana bu atlasimizga o'xshab ichagi rangli bo'lmaydi-da. Bo'lib pushti rangli bo'ladi, ichak bo'ladi, bo'ldi. U atlasga o'xshab mana bunaqa bo'lmaydi. Keyin siz ishlasanglar bir 5 sm, 6 sm nima deydi, kattalikdagi yarada ishlaysizlar, ochilgan joyda ishlaysizlar. Ya'ni u yerda mashhura nima qilish kerak? Boyagi ichaklarni bir-biridan farqlab olish kerak. To'g'ri? Nima qiladi? Ichakni oladi-da, bundoq tortib ketadi. Bu yoqqa marli bo'ladi, o'sha operatsiya sohasida chiqarib demak ketadi-da, boyagi yonbosh ichakdan ko'rchakka o'tish joyini topiladi birinchisi. Men ajratib turadigan asosiy belgilari bor ekan. Bu asosiy 3 ta belgisi. Birinchisi, yo'g'on ichakda mana ko'ndalang mushaklarni mana bunaqa yig'ilgani hisobiga bizda nima hosil bo'lar ekan? Mana bunday liniyalar, chiziqlar hosil bo'lar ekan. Teniya deymiz. Teniya koli nimaning chizig'i? Ichakning chiziqlari mana. Demak, mana bu ichak deb oladigan bo'lsak, mushaklar nima qilyapti? Mana yig'ilyapti deb bizda nima hosil bo'lyapti yoki tasma deyiladi. Ichak tasmalari, teniya koli yoki liniyalar deb eslab qolsanglar bo'ladi. Demak, bu ko'ndalang yo'nalayotgan mushaklarning nimasi ekan? Yig'indisi. Demak, biz 3 ta nimani ko'rar ekanmiz? Boyagi chiziqlarni, to'g'rimi? Yoki tasmalarni ko'ramiz. Keyingi farqli belgisi bu demak yo'g'on ichakda mana bunday bo'shliqlarni yoki mana bunday yecheykalarni hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin ekan. Demak, yo'g'on ichakda mana ko'ryapsizlar, mana yana nima hosil bo'lyapti? Mana bunaqa yecheykalar. Bularning ham nomi bor. Bularning nomini Gaustra deyiladi. Gaustra koli. Birinchi nima ekan? Farqlaydigan belgi chiziqlar yoki liniyalar, mana tasmalar, to'g'rimi? Ikkinchisi nima ekan mana? Yecheykalar yoki Gaustralar, mana bunday bo'shliqlar. Xuddi mana bundoq nima deydi? Bo'lak yoki segmentga o'xshagan bo'laklar ekan va uchinchi o'ziga xos belgisi bu yog'li kiritmalar bor. Cheni devorida biza o'lchami 3-4 sm keladigan nimalarni ko'rar ekanmiz? Mana bunday yog'li kiritmalar. Appendix epiploika deyiladi. Appendix epiploika. Demak, biza mana cheni ko'rib boryapmiz. Agar cheni devorida mana bunday tasmalar bo'lsa, demak, gaustralar bo'lsa va mana bunday yog' kiritmalar bo'lsa, bu yo'g'on ichak. Agarda bunday tuzilmalar bo'lmasa, bu ingichka ichak. Tushuntiradimi? Bu operatsiya vaqtida juda ham muhim. Mana ko'rasizlar, mana shunaqa rozvoy ichak bo'ladi mana. Sizlar uni farqlay olmaysizlar operatsiya qilgan. Shuning uchun ham mana ko'rib turibsizlar, yaxshi ko'ryapti mana tasmalarni. Mana tasmani ko'ryapmiz. Yana nimani ko'ryapmiz mana? Boyagi gaustralar, bo'shliqlarni ko'ryapmiz, to'g'rimi? Yecheykalarni. Va mana bu yoqda nimalar turibdi mana? Yog'li kiritmalar. Tushuntiradimi? Yog'li kiritmalar. Endi bu yecheykalar qanaqa qilib hosil bo'lgan desanglar, mana o'zi buni bizda ichakka uzunligi bor. Ichakning mana ichakka o'zining uzunligi bor, to'g'rimi? Va boyagi tasmalarning uzunligi bor. 3 ta tasma. Bizda mana bu tasmamizning uzunligi ichakka uzunligidan kalta. Shuning uchun ham tasma kalta bo'lganiga mana bundoq qilib nima qilyapti mana?
yig'yapti va Yecheka. ichakda nima hosil bo'lyapti? Boyagi ichakda gausstirlar bo'lyapti, hosil bo'lyapti. Tushuntira oldimmi? Demak, yo'g'on ichakni ichki ichakdan farqlaydigan uchta belgi bu nima ekan? Boyagi tasmalar, gausstirlar hamda yog' kiritmalar. Ana endi boyagi tasmalarni ham uchta turi bor. Demak, tasmalarni uchtaga bo'lamiz. Uchta nima bor ekan? Tasma. Lotincha nomini nima dedik? Gaz. Teniya dedik. Teniya. Teniya. Gausstra bu boyagi Ichak. teniya. Demak, bularni tushunish uchun ozgina oldinga o'tamiz. Demak, biza sagital kesmani olamiz buni. Sagital. Odamni o'rtasidan bundoq kesdik, xanjarni olib, bir yoq qismini bundoq tushirib oldik. To'g'rimi? Bu yoq qismini olib tashladik. Menda faqat bundan bu yoq yarmi qoldi mana. Va qoringa qaraymiz. Bitta mana biz уже biladigan, taxmin qilishimiz mumkin bo'lgan a'zo, katta bo'lgan a'zo nima bu? Oshqozon. Bu jigar. Bu jigar. Bu parikimatoz ko'rsam ichi to'lib turibdi. Ichi to'lib turibdi. Demak, bu nima ekan? Jigar. Jigarning tagida mana ya'ni jigar tagiga o'tib joylashadi. Bu holatda ichi bo'shliq. Ichi bo'shliq. Shuning uchun ana endi bizda oshqozon. Oshqozon. Meni kim hozir buyuradi? Bugun gar o'ynamagan chiqib bo'ladi. Treyderlik sen treyderlik ham qilmagan. Bugun tinch o'tirgan, xotirjam o'tirgan yaxshi. Hop, va ana endi bu yerda bizda nima kelyapti? Yo'g'on ichak. Jigar, oshqozon va yo'g'on ichak. Bu yoqda endi mana ichakka boyagi tasmalar, ingichka ichakka tasmalar. Hop. Endi qaranglar. Hali qorin pardani o'tganda sizlar bilan gaplashamiz. Qorin pardani o'tganimizda. Demak, qorin parda bundoq jigardan keladi. Oshqozonni bundoq qamrab oladi mana. Ikkita old va orqa tomondan qamrab oladi. Mana bundoq pastga tushib, yana orqaga qaytadi mana. Va mana bu oldingi pastga bundoq tushib qaytayotgan narsa katta charvi deb ataladi. Mana. Nima qilyapti mana oshqozonni katta egirligidan qarab oldinga yo'nalyapti mana. Bundoq oshqozonni nima qildi? Old va orqa tomonidan qamrab oldi. Qamrab olib nimaga aylandi? Mana ikki qavatga aylandi. To'g'rimi mana? Bundoq old va orqa tomondan o'tgandan keyin ikki qavatga aylandi-da va nima qilyapti? Mana bundoq pastga qarab yo'nalyapti. Tushuntira oldimmi? Mana ikki qavat pastga qarab yo'nalyapti. Keyin bundoq qayrilib yana ikki qavat chiqib ketyapti. Jami nechta qavat bo'ldi? 4 ta qavat. Ikkini qo'shib turib 3 metr bo'lsa. Tushuntira oldim mana. Oshqozonni bundoq qamrab oldi. Parda va oldinga qarab yo'nalib nima qildi? Tepaga qarab orqaga qaytdi. Va bu ayollar taqadigan nimaga o'xshab ketadi? Ovqat pishirayotganda fartukka o'xshab ketadi. Demak, katta charmning ikkinchi nomi demak nima nomlanar ekan? Fartuk nomlanar ekan. Va mana bu tasmasi, ichakki mana shu tasmasi nima bilan tegib turibdi? Mana shu katta charmi bilan tegib turibdi. Shuning uchun ham bu tasmani biz nima nomlaymiz? Charvi tasmasi. Tenia omentalis deyiladi. Tushuntirib mana yon tomondan mana oshqozonni old va orqa tomondan qamrab oldi, pastga qarab yo'naldi, yana tepaga qaytib mana yo'g'onchak tarafga keldi. Demak, bitta tasma bor ekan shu yerda va bu tasma nima bilan tegib to'qnashyapti? Boyagi katta charvi bilan to'qnashyapti. Shuning uchun ham bu tasmaning nomi charvi bilan to'qnashgandan keyin nima deb nomlanar ekan? Charvi tasmasi. Tushuntira oldingmi? Demak, boyagi 3 ta tasmadan bittasi nima qildi? Ketdi. Bizda yana nima qoldi? 2 ta tasma. Endi yo'g'on ichak qorin bo'shlig'ida ma'lum bir pozitsiyani nima qilish kerak? Ushlab turish kerak. Ya'ni bu nima deydi? Qanaqadir avatarga o'xshagan super qobiliyatga ega emas-ku, to'g'rimi? Muallaq turadigan. Demak, bu ichak qorin bo'shlig'ida nima qilish kerak? Fiksatsiya bo'lish kerak. Bo'lmasam ilinib turish kerak. Misol uchun nima deydi? Piyozlarni, naqalarni solib qo'yiladi-ku.
hazillanib, ular setkaga solib qo'yiladi-ku. Xuddi shunaqa. Bo'lmasa solib qo'ysa nima bo'ladi, solib qo'ymasa? Tushib ketadi pastga to'g'ri. Ichagi ham xuddi shunaqa. Buni hech narsa a'zoni fiksatsiya qilib turmasa, buyraklarni fiksatsiya qilib turmasa, bu tabiiyki pastga tushib ketadi. Yer tortish kuchi bo'ladi, to'g'ri? Demak, bular pastga tushmasligi uchun ichaklarni, yo'g'on ichakka o'zini nimalari bo'ladi? Tutqichlari bo'ladi. Tutqichlar. Demak, ichak tutqichlari mezenterium, yo'g'on ichakka tutqichi mezokolon deb ataladi. Mana qorinni devoridan kelyapti mana. Bu rangini boshqacharoq qilamiz. Qizil rang. Mana qorinni devoridan kelyapti. Mana bundoq qilib ushlab, yana qaytib ketyapti mana. Nima bo'lar ekan bu? Mezokolon yoki o'zbekcha nomi nima bo'lar ekan? Yo'g'on ichakning tutqichi. Va tabiiyki, mana shu yoqda ham bizda nima bor ekan? Bitta boyagi tasmamiz bor ekan. Va bu tasmamizning nomi nima bo'lar ekan? Demak, tutqich tasmasi. Teniya mezokolika. Demak, bittasi nima bilan to'qnashyapti? Charo bilan to'qnashyapti. Shuning uchun teniya amentalis, ikkinchisi nima bilan kontaktda bo'lyapti? Tutqich bilan. Tutqich bilan kontaktda bo'lyapti. Shuning uchun uni nomi nima bo'lyapti? Teniya mezokolika. Teniya mezokolika yoki tutqich tasmasi bo'lyapti. To'g'rimi mashhura? Nechta tasmamiz bor ekan? Qaysi? Uch telefoningizni uzatib olsangiz, nima o'qiysiz? O'sha nima yozilgan yo'q? Qaysi mavzu? Mavzudan qilasiz. Bunda mavzudan qolib ketyapsiz. Eshitib o'tiring sizdan. Xo'p, demak, ikkita tasmani ko'rib chiqdik. Va bizda yana bitta tasma bor. Ovozimni cho'p qo'yaman, xafa bo'lmaysiz. Hop. Demak, nechta bor ekan? Ikkita tasmamiz bor ekan. Teniya amentalis, charo tasmasi, teniya mezokolika, tutqich tasmasi va uchinchisi bu hech narsa bilan aloqada bo'lmagan. Aloqada bo'lmagandan keyin u erkin tasma bo'ladi. Erkin. Shuning uchun ham uni nomi teniya liberia. Liber degani erkin degani. Liberal partiya bo'ladi-ku mana. Liber so'zidan olingan. Erkin. Tushuntira oldimmi? Jami bo'lib bizda nechta ekan? Mashhura 3 ta ekan. Birinchisi liberal, ikincisi tenial, LDPR, üçüncüsü tenial, mezokolika. adolat, nima partiyalar? Ekologik. Hop, teniya liberia, teniya amentalis, teniya mezokolika. Tushuntira oldimmi mana tasmalarimizni? Bu yerda mana bu turgan narsa boyagi nima ekan? Ichini ushlab turgan tutqich ekan mana. To'g'risida bu yoq tomonda teniya mezokolika bo'lar ekan. Mana bu charva kelayotgan tomonda teniya amentalis va hech narsa bilan kontaktda bo'lmagani teniya liberia deyiladi. Hop, keyingi demak, yo'g'on ichakni farqli jihati bu uni ichki tarafidan. Esingizda bo'lsa, biz ingichka ichakka devorida nimalar bor degan edik? Varsinkalar bor degan, to'g'rimi? Mana bunaqa barmoqqa o'xshagan tuzilmalar bo'ladi. Va bularning asosiy vazifasi nima? Varsinkalarni o'sha so'ri berish, oziq moddalarni qonga to'g'ri. Bu ikkinchi vazifasi. Birinchisi o'sha ichakni yuzasini kattalashtirib beradi. Esingizda bo'lsa, bundoq holatda buklab ko'rsatdim, to'g'ri? Demak, varsinkali ichak yuzasini kattalashtiradi va nimada ishtirok etadi? Ovqat hazmida. Bu ichakka devoriga aloqada bo'lib hazm nomini nima dedik? Ichak devoriga tegib hazm bo'lishi devoriy hazm degan edik. Agarda bo'shliqda ferment ta'sirida bo'lsa, bu bo'shliqli. To'g'rimi? Demak, devoriy hazm. Lekin yo'g'on ichakka devoriga qaraydigan bo'lsak, mana nimani ko'rishimiz mumkin? Varsinkalarning yo'qligini ko'rishimiz mumkin.
Demak, bu yerda qanday hazm amalga oshmaydi? Devoriy hazm amalga oshmaydi. Demak, bu yerda bizada yo'g'on ichakda oziq moddalar o'sha so'rilmas ekan. Yo'g'on ichakda asosan nima so'riladi? Suv va minerallar so'riladi. Suv so'riladi. Tushuntiradimi? Shuning uchun ham yo'g'on ichak yallig'lanishida odatda suvni so'rilishi buziladi. Axlat massasi suvli bo'lgandan keyin bu nimaga olib keladi? Ichak devorini qitqlanishiga va boyagi ichib ketishiga olib keladi. Tushuntiradimi? Chunki nima jarayon buzilyapti? Boy yo'g'on ichak bajaradigan vazifasi buzilyapti. Va ko'rsak mana och pushti rangda, to'g'rimi? Va boyaga aytgan gaustralarni ko'rasizlar, mana bo'shliqlarni ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda o'sha tasmalar hisobiga va gaustralar hisobiga mana bunday yarim oysimon nimalarni ko'ramiz? Halqalarni yoki burmalarni ko'rishimiz mumkin. Plika semi lunaris demak. Plika degani bu burma, semi degani bu yarim, lunaris lunar oy. Demak, yarim oysimon nimalar joylashgan ekan? Burmalar joylashgan ekan. Endi nima hisobiga? Boyagi teniyalarni o'tganligi hisobiga va gaustralarni ichki tarafidan qaraganimiz uchun bular qanaqa ko'rinishga ega ekan? Yarim oysimon ko'rinishga ega bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Va yo'g'on ichakki yana bitta muhim xususiyatlaridan biri, yo'g'on ichakda ko'plab nimalar bo'ladi? Bakteriyalar yashaydi. Bizning yo'g'on ichagimizda ko'plab nimalar bor ekan? Bakteriyalar bor ekan. Bu bakteriyalar foydali bakteriyalar. Ya'ni bizlar bilan hamkorlikda, bizlar bilan simbiozda ishlaydi. Venomni ko'rganmisiz? Venomda nima bo'ladi? Ikkalasi simbioz bo'ladi, to'g'rimi? Odam bilan boyagi venom. Xuddi shunaqa biz ham bakteriyalar bilan hamkorlikda bir-birimizdan biz ularga nima yaratib beramiz? Biz bakteriyalar uchun vatanimiz, to'g'rimi? Aytadiku, ana. Yeb beramiz. Nima deysiz? Yeb beramiz. Ular Sen butun dunyo uchun kimdir bo'lishi mumkin. No, kimdir uchun butun dunyo bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa sizlar bakteriyalar uchun tasavvur qiling. Butun dunyo sizlar. Ertaga hech kimga kerak emasman. Yolg'izman. Xafa bo'lgan paytingda Bakteriyalar uchun sizlar ichinglardagi millionlab bakteriyalar uchun keraksizlar. ular uchun yashashinglar kerak. Shularcha yashashingiz kerak. Demak, bu yerda foydali va zararli bakteriyalar bor. Zararli bakteriyalar bor. Lekin foydali bakteriyalarning yaxshi jihati shundan iboratki, ular o'sib ulg'aysa, ular yaxshi yashab tursa, boyagi zararli bakteriyalarni nima qiladi? So'ndirib turadi. Tushuntiramizmi? Mana bifida bakteriyalar bor, lakta bakteriyalar bor. Bular nima qiladi? Bizning ichagimizdagi zarar kunanda, kasallik chaqirishi mumkin bo'lgan bakteriyalarni nima qilib turibdi? So'ndirib turibdi. Lekin biz mana aynigan ovqat yeb qo'ydik yoki aralash ovqat yeb qo'ydik. To'g'rimi? Va buni natijasida ichakdagi foydali va zararli bakteriyalarning nisbati o'zgardi. Disbakterioz yuzaga keldi. Va boyagi zararli bakteriyalar nima qiladi? Endi ichak faoliyatini buzadi, yallig'lantiradi, turli xil belgilarni nima qiladi? Yuzaga keltiradi. Shulardan bittasi boyagi suvni buzilishini, demak, suv so'rilishini buzilishi va shuning uchun bunday holatlar ichki ketishi bilan nima qiladi? Xarakterlanadi. Tushuntira oldimmi? Demak, bu ichakni ichki qavati. Endi shu o'rinda yana bitta narsani sizlarga aytib ketmoqchiman. Yo'g'on ichakka biz ko'radigan bo'lsak, biz ichaklarning devorini o'zi nimaga o'xshatdik? O'tgan safar devorlarning ketma-ketligini ko'rib chiqayotganda, qavatligini ko'rayotganda, cheesecake o'xshatdik, to'g'rimi? Chunki cheesecake nimasi bo'ladi? Qavatlari bo'ladi-ku, to'g'rimi? Birinchi qavati, qatlami bo'ladi, ikkinchi qatlami, uchinchi qatlami, to'rtinchi qatlami. Xuddi shunaqa ichak devorlarida ham o'zini nimalari bor? Qatlamlari bor. Shilliq qatlam, to'g'rimi? Bor. Silli bo'ladi, cheesecake bunaqasida, fruktovoysida, to'g'rimi? Keyin shilliq osti qatlami, такой glazurniy qatlami, to'g'rimi? Undan keyin mushak qatlam keladi, to'g'rimi? Mushak qatlamni shokoladnitsa bo'ladi, to'g'rimi? Va eng oxirida xamir qatlami, to'g'rimi? Seroz qatlami. Xuddi shunaqa ichakning devori ham nimadi? Mana shunday qavatlardan iborat. Va bu yerda bizga e'tiborlisi mana butun
qizil o'ngachcha o'tganimizda ham, oshqozonni o'tganimizda ham, ingichka o'tganimizda ham biz aytdikki, asosan o'sha mushak qatlamida bizda ikki xil mushak tolalari uchraydi. Bitta oshqozonda 3 xil bo'ladi deysizlar do'st, to'g'rimi? Tasavvur qila olinglar, mana bundoq nay bo'lsa, nay devorda mana bunaqa prujina emas, prujina qanaqa bo'ladi? Prujina mana bunaqa bo'ladi. Bu prujina. Bizda qatlam deydi. Buni halqasimon mushaklar yoki nima dedik o'tgansizlar? Sirkulyar mushaklar dedik, to'g'rimi? Sirkulyar mushaklar. Va ularning ustida nima mushaklar joylashadi? Bo'ylama mushaklar joylashadi. Bo'ylama. Demak, ichak devordagi mushaklar qanaqaga bo'linar ekan? Sirkulyar va bo'ylamaga bo'linar ekan. Bunday tuzilishdan ma'no nimada? Nimaga bunaqa ekan deb savol beradigan bo'lsak, demak, ichaklarni devordagi bunday tuzilish uni ichidagi ovqat luqmasini yoki bolus deymiz uni nimada? Ichak devori orqali harakatlantirishga yordam beradi. Nima degani? Mana bundoq ichakni yon tomondan qaraymiz, to'g'rimi? Demak, bizda mana bu sohada joylashgan sirkulyar mushaklar nima qildi? Qisqardi. Mana sirkulyar mushak mana qisqarsa nima bo'ladi mana? Ichak bo'shlig'i torayadi. To'g'rimi? Torayadi. Demak, mana bu yerda nima bo'lyapti? Mana bitta boyagi bu gaustra deylik yoki segment deylik, segment toraydi. Buning ichida tasavvur qiling, narsa bor edi. Siqsa nima bo'ladi? Keyingi segmentga o'tadi, to'g'ri? Demak, keyingi segmentga o'tdi. Mana bu yerda turgan sariq rang qilamiz uni. Buning ichida turgan ovqat nima qildi endi? Bu segmentga o'tdi. Uzunchoq sharda siqqanda havosi keyin nima bo'ldi mana? Bu yoqda bo'lganimizdan keyin bu segment mana qisqardi. Bu yoq ham qisqarib turibdi-yu. Bu yerdagi boyagi luqma nima qiladi? Orqaga qayta olmaydi. Nima qiladi? Yana keyingisiga o'tadi. Bu yoqqa o'tdi mana. Mexanizm. Ichak segmenti bo'lishi bo'lsa, bundoq muxlislarga qarab turamiz. Sen bo'shab turgan ichak devorsa, mana ikkitasi qisqardi. Ovqat sanga tushdi mana shar. Endi uni dalishga yurish uchun sen nima qilishing kerak? Sen ham qisqarishing kerak. Avval bu yoq nima qiladi? Mana o'sha bo'shashi mumkin. Tushuntira oldingmi? Keyin nima bo'ladi? Bu qismi qisqaradi, qisqardi, mana men bo'shashaman. Tushuntira oldingmi? Demak, ichak devori segmentlari bo'ldi, rahmat. Parallelni ketma-ket. Mana ketma-ket qisqargani hisobiga, mana ketma-ket qisqargani hisobiga boyagi luqma nima qilyapti? Ichak devori orqali harakatni amalga oshiryapti. Va ovqat luqmasini mana shunday harakatlanishini biz nima deyotganmiz? Peristaltika deb atayotganmiz. Peristaltika. Va bu peristaltikaga nima sababchi bo'lyapti? Boyagi mushaklarni sirkulyar hamda bo'ylama joylashuvi. Tushundinglar? Demak, ichakni qavatlarini biz nimaga o'xshatar ekanmiz? Cheesecake, to'g'rimi? Cheesecake yesanglar, ichakni qavatlari esingizga tushadi. Hop, demak, bu umumiy yog'onchilik to'g'risida tushuncha edi. Endi sekin boyagi qismlarni ko'rib ketamiz va birinchi qismi bu nima deb nomlanar ekan? Ko'richak yoki tsekkum deyiladi. Kaykum o'qiladi. Tsekkum. Kaykum yoziladi, tsekkum o'qiladi. Demak, ko'rasizlar, mana bu yerda gaustrasi yo'q, teniyasi yo'q, to'g'rimi? Yog'li kiritmalari yo'q. Ichak kelib o'tyapti. Demak, bu yonbosh ichak qatga o'tish qismi ekan. Yonbosh ichak ko'richakka o'tish qismi. Va bu qismni iliotsekal. Chunki buni nomi ilium, buni nomi tsekkum. O'tgan leksiyada hazillashuvdim. This is the pen. This is the apple. Apple pen deganligi. Demak, this is the ilium. This is the tsekkum. Iliotsekkum yoki iliotsekal soha deyiladi. Mana bu burchak iliotsekal burchak nomlanadi. Tushuntira oldingizmi? Va bu yerda bizda klapan bo'ladi. Iliotsekal klapan yoki valva iliotsekkalis. Mana bu narsa klapan.
Demak, bu nimaga yordam berdi? Bu boyagi kelayotgan e, ovqat qismini porsionni bo'laklab yo'g'on ichakka o'tishiga yordam beradi. Bunday o'tishdan ma'no nima deydigan bo'lsanglar, bularni muhiti o'rtasida farq bor-da. Yonbosh ichakda ishqoriy muhit, bu yoqda bo'lsa kislotali muhit. Shuning uchun bitta neytralizatsiya ham bo'lishga ulgurish kerak. Tushuntirdingmi? Demak, ko'rchakka tushadi. Demak, buni ko'rchakka oladigan bo'lsak, ko'rchakki balandligi taxminan 6 sm, kengligi boyaga aytganimdek 7 sm atrofida. Va bu old tomoni bilan qorin devoriga, qorin mushaklariga tegib turadi. Orqa devori bilan, demak, bel yonbosh mushagi bor edi, musculus iliac psoris. O'shanga tegib turibdi va qayerda joylashyapti? Mana o'ng yonbosh sohasida. Esingizda bo'lsa, biz qorinni 9 ta regionga bo'lgan edik, to'g'rimi? Demak, qo'rg'alarni pastki qirg'oq orqali biz bunday chiziq o'tkazdik. Yonbosh suyagini yuqori qirrasi orqali biz chiziq o'tkazdik-da, bizda 3 ta qavat hosil bo'ldi, to'g'rimi? Epigastral, mezogastral va gipogastral. Undan keyin biz nima qildik? Boyagi qorinni to'g'ri mushagini 2 ta chet orqali o'tkazdik-da, 9 ta nimaga bo'ldik? 9 ta regionga bo'ldik. Bu ham bor edi. Mana. Demak, o'ng qo'rg'ost sohasi, chap qo'rg'ost sohasi, epigastral soha. Kindik atrofi, hop, chap yon soha, o'ng yon soha. Demak, o'ng yonbosh sohasi, chap yonbosh sohasi va bu demak qo'lq sohasi deb nima qiladi? Ataladi. To'g'rimi? Demak, bizda boyaga aytayotgan ko'rchak qayerda joylashar ekan? O'ng yonbosh sohasida joylashadi. Tushuntirdingmi? O'ng yonbosh sohasi. Mana, o'ng yonbosh sohada. Old tomonda nima ekan? Qorin devori, orqa tomonda demak musculus iliac psoris. Endi ko'rchakka ahamiyatli jihati, ko'rchakka o'simtasi bor. O'simtasi. Ko'pchilik uni appenditsit deydi. Appenditsit emas, appenditsit bo'lsa bu yallig'lanish. Appendiksi yallig'lanishi bo'lib qoladi. Demak, ko'r ichakning o'simtasi chuvalchangsimon o'simta, appendix vermiformis deb ataladi. Yana bir marta o'simta appendix chuvalchangsimon vermiformis. Vermi chuvalchang, formis simon. Esingizdan o'tkazib qo'yalım. So'lg'ichlarni gapirganimizda filiformis, fungiformis degan edik. Demak, bu chuvalchang simon, vermiformis, o'siq. Demak, uzunligi o'rtacha 8-6 santimetrlar atrofida. Odatda boyagi ko'rchakki medial pastki yuzasidan nima qiladi? Yo'naladi. Va buni chuvalchangsimon o'simtani turli xil nimalar bor ekan, joylashuvlari bor ekan. Misol uchun, menda boshqacha, sizda boshqacha, Alisherda boshqacha, to'g'rimi? Bu individual, boyagi embrional rivojlanishiga qarab. Va eng ko'p joylashadigan mana retrotsekal, ya'ni tsekkumning orqasida. Retro qo'shiqlar deyiladi-ku. Nima degan retro? U ota-bobomiz oldingi qo'shiqlar, retrotsekal. Keyingisi, mana bu yoqda yo'g'onchakka nima kelib birikyapti? Yo'g'onchakka nima o'tyapti? Yonbosh ichak, ilium o'tyapti. Ilium turibdi, mana bizda ko'rchak. Demak, boyagi chuvalchang o'simta iliumni orqasida bo'lishi mumkin. Iliumni oldida bo'lishi mumkin. Shuning uchun orqasida bo'lsa post ilial, oldida bo'lsa pre-ilial joylashuv. Tushuntirdingmi? Hop, keyingisi ko'r ichakka tagida joylashishi mumkin. Esingizda subway, sublingual yoki. Demak, bu ham subway surfer. Demak, bu nima bo'lar ekan? Subtsekal joylashuv. Subtsekal. Va yana ba'zi bir holatlarda ko'rchak uzunroq bo'ladi-da, mana bu o'sig'i o'sha kichik tos bo'shlig'iga o'tib ketib qoladi. Shuning uchun pelvik deyapti. Pelvis bu chanoq degan.
chanoqqa ichida bo'ladi. Bu nimaga deydigan bo'lsanglar, boyagi xirurgiyada, tibbiyot amaliyotida o'tkir qorin sindromi bor. Ya'ni mana bu bizada chuvalchangsimon o'sig'imiz yallig'lanib turadi. Bu o'sha kichik yoshda bo'lishi mumkin, o'rta yoshda, yoshi katta bo'lganda yallig'lanishi mumkin va buni yallig'lanishi o'tkir qorinda og'riq paydo bo'lishiga olib keladi. Buni o'tkir qorin sindromi deyiladi. Buni odatda operatsiya yo'li bilan nima qiladi? Davolanadi. Ya'ni mana bu chuvalchangsimon o'siqni nima qilib tashlash kerak? Olib tashlash kerak. Appendoektomiya amaliyotini nima qilish kerak? Amalga oshirish kerak. Bo'lmasam nima bo'ladi? Bu yallig'lanadi, yiringlab ketadi va butun qorin bo'shlig'iga nima berib yuborishi mumkin? Yiringlashi, peritonit berib yuborishi mumkin. U juda og'ir holat. Peritonit bizni institutda o'qigan paytimizda xirurglar hazillashardi. Peritonit uchrasa уже 50-50 deb, почти o'ldi degan ma'noda anaqasi bor edi. Hattoki xirurglar ham qutqarib qololmaydi degan mazmun tushuntira oldimmi? Hop, bu yerda ham mana retrotsekal joylashuv, demak 74%. Bu endi har xil adabiyotda har xil bir xilida 40%, 50% degan joylari ham bor. No, aksariyat retrotsekal, pre-ilial, post-ilial. Demak, tos bo'shlig'ida aksariyat holatlarda uchrar ekan. Qayerda uchrar ekan? Mana subtsekal va paratsekal. Paratsekal bu atrofida degan ma'noni anglatadi. Aslida orqada. Asosan orqada bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Buni qidirib topib olish kerak. Operatsiya qilib olib tashlashdan oldin buni topib olish kerak. Endi appenditsitda bir qator belgilari bor va sizlar bu narsani hozirdan уже bilishingiz kerak. Buni hali xirurgiyada ham meni o'tasizlar. Demak, appenditsitni birinchi belgilaridan biri bu epigastral sohada boshlanadi og'riq, o'ng yonbosh sohaga ko'chadi. Birdaniga bu yerda boshlanmaydi. Mana bu yerda og'riq bo'ladi-da, keyin qatga ko'char ekan, o'ng yonbosh sohaga ko'chadi. Va og'riq boyagi biza og'riq nuqtasini paypaslashimiz kerak edi. Aniqlayotganimizda biz birinchi qidiradigan nuqtamiz Makburniy nuqtasi deyiladi. Bu demak, qanaqa qilib orientir olinadi? Mana bizda yonbosh suyagimizda spina iliaca anterior superior bor. Ya'ni oldingi, yuqori qiri bor, to'g'rimi? Spina iliaca anterior superior. Mana shundan qayerga? Kindikkacha biz tasavvuriy, ixtiyoriy chiziq tortamiz. Zo chizib, denik olmaymiz. Prosta ko'zimiz bilan chiziq tortdik va mana shu chiziqni nima qilamiz? 3 ga bo'lamiz. 3 ta qismga bo'lamiz mana. Jey, aniq bo'limini bu yoqqa bo'lish kerak ekan. Buni tushundinglar. Demak, 3 ta bo'limga bo'ldik. Va boyagi birinchi 3dan 1 qismi va ikkinchi 3dan 1 qismini o'rtasida mana bu yerda bizda nima ekan? Makburniy nuqtasi joylashgan. Demak, og'riq qayerda kuzatilar ekan? Makburniy nuqtasida kuzatiladi. Operatsiya qilayotganda ham mana shu Makburniy nuqtasi orqali appendiksga yoki o'sha chuvalchangsimon o'simtaga nima qilinadi? Kirib boriladi. Makburniy nuqtasi orqali nima qiladi? Teri kesiladi, mushak qavatlari sekin ajratilib, boyagi qorin bo'shlig'iga do'stib olinadi. Makburniy nuqtasi. Ikkinchi yana bitta sizlar bilishingiz mumkin bo'lgan nuqtasi bu demak Lanz nuqtasi deyiladi. Lanz nuqtasi nima qiladi? Boyagi ikkita spina iliaca anterior superior o'rtasida nima qilasizlar? Ya'ni ixtiyoriy, tasavvuriy chiziq tortasizlar va nima qilinadi? Buni ham 3 ga bo'lasizlar. Demak, boyagi anaqa bo'lganda, appenditsit bo'lganda bu sohaga ham nima qilishi mumkin? Og'riq uzatilishi mumkin. Tushunarlimi? Bu bo'yicha savollar yo'qmi? Demak, yana boyagi aytgan narsam, ya'ni yonbosh ichak, yo'g'on ichakka o'tish sohasida bizda nima bor ekan? Klapan bor ekan. Nima deyilar ekan? Valva iliocekalis. Bu yerda joylashgan teshigimiz ostium iliocekalis deb ataladi. Va boyagi chuvalchangsimon o'simta to'g'risida aytadigan bo'lsak, bu yerda juda ham ko'p limfa tugunlari joylashgan. Va bu nima desa bo'ladi? Tomoqda esinglarda bo'lsa, tanglay murtaklari to'g'risida gaplashuvdik, til murtagi. Ularni nima dedik? Nima vazifani bajaradi?
boyagi Himoya vazifasi. organizmga kirayotganda himoya vazifasini bajaradi. Ya'ni shaharga oldin kirib kelayotgan shahar tagida nima soqchilar post turadi. Post. Hozir ham shaharga kirib kelsanglar nima bo'ladi? Postdan o'tasizlar, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bu yoq ham nima ekan? Post ekan. Ya'ni boyagi kelayotgan bakteriyalar bu yerda nima qiladi? Ushlanib qoladi. Saralama. Immunitet vazifasini nima qiladi? Bajaradi. Limfa tugulari joylashgani uchun. Xo'p, keyingi qismimizda bu ko'tariluvchi chambarchak uzunligi taxminan 10 sm ga teng, 10 sm ga teng. Demak, bu nima qiladi? Ko'rchak bilan qo'ndalang chambarchakka bir-biriga bog'lab beradi. Demak, bu nima qiladi? Ko'rchakdan boyagi jigarga qarab ko'tariladi va jigarni ostida nima qiladi? Keskin burilish qiladi. Qaysi tomonga? Ko'ndalang transvers chambarchak. Qo'ndalang chambarchak tomonga va mana bu sohani biz nima deymiz? Burchak deymiz. Ichak burchagi, o'ng yo'g'on ichak burchagi. Flexura coli dextra. Flexura coli dextra nima bo'lar ekan? Ko'tariluvchi chambar ichak qo'ndalang chambarchakka o'tar ekan. Demak, qo'ndalang chambar ichak colon transversum. Buni uzunligi demak taxminan 20-25 sm atrofida. Bu 10-12 sm atrofida. Deyarli 2 barobar nima ekan? Qo'ndalang chambarchak uzun ekan. Bundan tashqari qo'ndalang chambarchakka chap qismi, chap burchagi o'ngiga nisbatan yuqoriroq nima qiladi? Joylashadi. Chunki bu yerda jigar bor. Shuning uchun bu yoq pastroq. Tushuntira oldimmi? Va bu qo'ndalang chambarchak nima qiladi? Boyagi chap burchagida taloq ostida yana burchak hosil qiladi va qayerga o'tadi? Tushuvchi chambar ichakka o'tadi. Va bu soha bizada yo'g'on ichakning chap burchagi flexura coli sinistra deydi. Bunisi nima edi? Flexura coli dextra. Endi buni yana bitta nomi bor, jigar burmasi deyiladi. Tushunchlar bitta bor. Hepatic flexor deb yozib qo'yibdi. Bu yerda nima joylashyapti? Taloq joylashyapti va bu bizada nima ekan? Taloq burchagi yoki splenik burchak nomlanadi. Rahmat. Demak, ikkita nimadir burchagimizda joylashyapti va bu burchakdan nima pastga tushyapti? Tushuvchi chambarchak pastga qarab yo'nalyapti va oxiri kelib qaytib o'tyapti. Mana sigmasimon ichakka o'tyapti mana. Colon sigmoideyaga o'tyapti. Colon sigmoide. Va sigmasimon ichakdan o'tib, boyagi luqma qatga yetib keladi. Oxir bizada to'g'ri ichakdir. To'g'ri ichakka nomi nimadi? Rektum. Rektum. Xo'p. Demak, to'g'ri ichakka oladigan bo'lsak, yana sagital kesmada olamiz. Sagital kesmada oladigan bo'lsak, bunda ikkita burmasi bor mana. Mana bitta, mana ikkinchisi. Demak, birinchi burmasi dumg'aza sohasida bo'lgani uchun, demak, flexura sacralis deb nomlanadi mana. Tushuntira oldimmi? Ikkinchi burmasi bizada tos sohasida bo'lgani uchun flexura pilvina bir xil adabiyotlarda yoki flexura ana rectalis, ya'ni o'sha anusga tashqi chiqaruv teshigiga yaqin sohada bo'lgani uchun flexura ana rectalis nomlanadi. Jami bizada nima ekan? Ikkita. Demak, bundoq S-simon shaklda yo'nalyapti. Birinchisi nima ekan? Flexura sacralis. Nima dedik buni? Pelvina. Bu bizada dumg'aza. Boshqa so'z aytib shekilli. Yo'q, dumg'aza deysiz. Qarichilik haqimizda. Demak, dumg'aza burmasi va bu yerda qatga o'tar ekan, demak, toz burmasiga yoki anorektal burmaga o'tadi. Va biz buni bir nechta sohaga bo'lishimiz mumkin, yo'g'on ichakka. Birinchisi bu boyagi katta toz bo'shlig'ida joylashgan qismi pars pelvina deyiladi. Keyingisi qayerda joylashyapti? Mana kichik toz bo'shlig'iga o'tgan va kengayadigan qismi, buni biz ampulyar qism deymiz. Hattoki
kengayganda bir 20 santimetrgacha borishi mumkin. Yo'g'onchak. Demak, nima ekan? Ampulyar qismi, ampula qismi axlat o'sha yerda nima qiladi? Asosan to'planadi, yig'iladi va devori qitiqlangandan keyin bizda o'sha nima deydi? Chaqiruv hissi paydo bo'ladi. Refleks, chaqiruv refleks. Oxiri bizda demak tashqi chiqaruv kanali, anal kanal nima qilyapti? Joylashadi. Xirurgik buni boshqacha klassifikatsiyasi bor. Ya'ni birinchisi sigmani, ya'ni sigmasimon ichakka, to'g'richakka o'tish qismi yoki o'sha flexura recta sigmalis, sigmoideus, recta sigmoideus, ya'ni sigmasimon ichakka qatga o'tishi recta sigmoid burchak sohasi yoki birikma sohasi. Keyingisi ampulani yuqori qismi, yuqori ampulyar soha, o'rta ampulyar soha, quyi ampulyar soha va o'sha anal kanal. Bu ham endi bo'linadi anatomik anal kanal sohasiga va jarrohlik anal kanal sohasi. Endi buni ko'proq demak proktologiya sohasida o'rganiladi. Demak bu sohani muammolari bu yerda uchraydigan. Endi bu yerda mushaklar, boyagi bo'ylama mushaklar sinuslarni, mana bunday sinuslarni hosil qiladi va bu yerda juda ham ko'p venos chigallar joylashgan. Va mana shu venos chigallarni kattalashuvi, o'sha qabziyat tufayli, chiranish tufayli, demak venos tomirlarni, sinuslardagi venos tomirlarni kattalashuviga va ularni demak tashqariga chiqishiga olib keladi. Buni endi gemoroid deb nomlanadi. Gemoroid kasallik. Tushuntira oldimmi? Hop. Bitta asosiy aytmoqchi bo'lganim shu. Demak, mana shu yer bilan bizda nima tugar ekan? Ovqat hazm qilish tizimidagi boyagi naymimizni yakunlanadi. Yo'q.